Mening kanalimga kelganligingizni qarshi olaman. Men Lale. Bugungi videoda sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganim o'zimizning energiya chastotimizni qanday yuqori ko'taramiz. Chunki oldingi sonda sizlar bilan o'zga tatish kuch qaniyati to'g'risida paralashgandan keyin ba'zi do'stlar mendan intayin muhim bir savolni so'radi. Ya'ni qanday qilganda chastotimizni texmi yuqori ko'targili, texmi yaxshi ishlarni, texmi yaxshi kishilarni hayotimizga kirishga jalb qilg'ili bo'ladi. Men jami 21 turlik ishni xulosaladim. Bugun sizlar bilan 7 ni o'rtoqlashmoqchi. Keyingi bir necha kunda sizlarga bu to'g'rida texmi ko'p mazmunlarni yetkazman. Birinchisi tabiat bilan uchrashish va uni his qilish. Bu sizning nayt yiroq, nayt go'zal bir joyga berishingizdan darak bermaydi. Siz sayli qilayotgan vaqtda beshingizni ko'tarib ko'k osmonga qarasangiz, kechqurunligi yoki sahardagi quyosh nurining teringizga tushayotganligini his qilsangiz, yoki qushlarning ovozini anglasangiz, hatto uyingizdagi ermak hayvonlar, mushuklar bilan o'ynasangiz, ularni silab erkilasangiz, amaliyotda bularning hammasi tabiat bilan uchrashganlik. Siz tabiatni haqiqiy his qilganda, tabiat chastotasining nayt yaxshi davolash unumini, odamga jismoniy va ruhiy jihatdan huzur bag'ishlaydiganligini bayqaysiz. Shunga tabiat bilan ko'proq uchrashish intayin muhim. Ikkinchisi harakat qilish. Bu haqiqatan badan shaklini yaxshilash uchunla emas. Harakat qilish amaliyotda intayin muhim. U sizning hormoningizga tengshaydi. U badaningizdagi ximiyalik tempolikni o'zgartiradi. Shunga qonuniyatli chiniqish intayin muhim. Lekin kichkina bir eskartish, siz cho'qim huzurlanadigan harakat turini qilishingiz kerak. O'zingizni majburlab chiniqmang. Har bir odamning cho'qim o'zi huzurlanadigan harakat usuli bo'ladi. 3-nuqta intayin oddiy. U bo'lsa-mu azroq uxlab olish. Hammamiz balkim nayt rahat bo'lgan tushlik uyqudan uyg'ongandagi rahat tuyg'uni his qilib baqqan. Amaliyotda uxlash nayt cho'nqur aslik keltirish iqtidoriga ega. Saqaytish iqtidoriga ega. Siz o'zingizning chastotasining tuvallab ketganligini, biroz tushkunlashib ketganligingizni his qilganda, amaliyotda bu vaqtda biroz uxlab olsangiz, xuddi sistemangizni qayta qo'zg'atayotganga barobar bo'ladi. Agar hozirgi chastotangiz yuqori bo'lmasa, biroz uxlab olishning sizga zo'r foydasi bor. To'rtinchisi, siz haqiqiy yaxshi ko'radigan, huzur oladigan ishlarni qiling. Bu yer diqqat qilishga tegishliki, boshqalar sizga yaxshi ko'rishga tegishlik deb aytgan ishlarni emas. O'zingiz haqiqiy yaxshi ko'rgan ishlar sizga xushallik olib keladi. Haqiqiy yaxshi ko'rgan ish vaqtni unutildirdi. Siz bu ishni topgandan keyin uningga cho'qim ko'proq vaqt ajrating. Beshinchisi, siz turayotgan sirtqi bo'shligingiz texmi pokizratlik bo'lsa, texmi yaxshi. Chunki bizning ichki dunyomiz bilan tashqi dunyomiz o'zliksiz holda bir-biriga ta'sir ko'rsatib, bir-birini yo'ritib turdi. Ishonamanki, hammamiz uy pokiz, ozod chaqda ruhiy jihatdan bir xil intayin ozodchilikni his qilib baqqan. Agar uyingiz yoki xizmat o'rningiz intayin qalaymaqan bo'lib, siz ehtiyojli bo'lmagan qimmat yo'q yoki tuvan chastotliq narsalar ko'p bo'lsa, unda siz uni tozalab etishingiz kerak. Oltinchisi, garchi men to'rda video ishlaguchi bo'lsam-mu, lekin sizning rostilla yanfonni qo'yib qo'yishni o'rganib olishingizni umid qilaman. Chunki bu bizning pek ko'p zehnimizni sarf qilib o'tadi. Uning ustiga taratqulardagi nurg'un uchurlarning chastotasi ancha yuqori emas. Siz o'zingizning angsiz holda telefonda sizga ozuqli qimmat yo'q narsalarni ko'rishga pek ko'p vaqt sarf qilmaganligingizga diqqat qilib beqing. Hatto siz bu mazmunlarga baho berishingiz va ularni silishtirish uchun ko'p vaqt ajratishingiz mumkin. Biz telefonni qo'yib hozirgi yenishni o'rganib olishimiz kerak. Ishonamanki, hammamiz tamoq yegach yanfon o'ynagan ko'rinishlarni pek ko'p ko'rgan. Biz turmushni haqiqiy his qilish uchun yanfonni qo'yib qo'yish haqiqatan pek muhim. 7-chi ish, agar siz bu nuqtani ishga oshirsangiz, butun hayotingiz o'zgaradi. Ya'ni boshdan kechirgan barliq ishlarga mas'ul bo'lish. Chunki nurg'un kishilar yanada ziyonkashlik uchirg'ich pozitsiyasida turmush kechirdi. Bu jamiyat meni mushundaq qilib qo'ydi, mening oila oq ko'rinishim meni mushalga tushirib qo'ydi deb qaraydi. Men sizni hikoyangizni, kechirmishingizni inkor qiling deganim emas. Lekin shuni bilishingiz kerakki, faqat siz hayotingizdagi mas'uliyatni to'liq ustingizga elishni xohlagandilar, ondan hayotingizni o'zingiz kontrol qilish huquqingiz bo'ladi. Siz ondan haqiqiy holda sizning kishilik hayotingizning yaratquchisiga aylana olasiz. Siz o'zingizga men o'z ta'siratimni belgilay olayman, kayfiyatimni o'zgartira olayman deb ayting. Bu qaror sizning ichki dunyoingizni intayin kuchli energiyaga ega qiladi. Men sizning buni his qilishingizni umid qilaman. Sizning bugungi mazmunni yoqtirishingizni umid qilaman. Biz kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.